Bekobod tumanida ko'rganimizdek, Toshkent viloyatining sport sohasida faqir bilan tilga olinadigan, o'z yutug'i bilan el tanigan sportchilar talaygina. Ammo shu e'tibor Bekobod shahrida qay darajada aks etmoqda? Ana shu savolga javob izlash maqsadida biz Bekobod shahri tomon yo'l oldik. Avaz aka, viloyatimizda mana shunday chempionlar bor ekan bilmagan ekanmiz. Bekobod tumani bunga yaqqol misol bo'la oldi. Bekobod shahri mana shunday chempionlarga egamikan degan savol qiynayapti meni. Toshkent viloyatida Bekobod shahrini o'zini sport bo'yicha o'zini o'rniga egada. Sababi Olimpiada chempionda Fazli G'oyibnazarov ham Bekobod shaharlik. Ushbu sport maktabida mashg'ulotlar olib borgan. Qolaversa, Parij Olimpiadasida ham bir yaxshi chempionimiz, ya'ni Asadbek Toshdemirov ham Bekobod shahridan. Shu uchun Bekobod shaharda o'zini o'rni, viloyatda sport bo'yicha o'zini o'rni, o'zini statusiga ega. Hozir siz bilan mana hozir ichkariga kiramiz. Ichkarida sport maktabi haqida tushunchalar berishadi. Fazliddin G'oyibnazarov aynan mana shu yerda mashg'ulotlarni o'tagan, ilk mashg'ulotlar. Albatta. Menga juda ham qiziq. Unda birgalikda kirib o'rgansak. Kirdik. Marhamat, boshlaylik. Sherzodbek mana hozir ushbu sport maktabi haqida, ushbu sport maktabini yo'riqchi uslubchisi Sanjar akamiz bizga sport maktabi haqida ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Bugungi kunda biz sport maktabimizda 2000 dan oshiq sportchilar shug'ullanib kelmoqda. 172 ta guruhlarda, shundan 550 nafar qizlarni tashkil qiladi. Sportchilarimiz 2025-yilda 18 ta jahon, Osiyo chempionatlarida g'olib va sovrindorlar qatoridan joy olishdi. O'zbekiston chempionati kuboklarida 55 ta g'olib va sovrindorlar yetishib chiqdi. Bundan tashqari sportchilarimiz bugungi kunda 500 ga yaqin razryadli sport ustasi va sport ustalariga nomzod sportchilar yetishib chiqqan. Bundan tashqari milliy terma jamoamizga 21 nafar asosiy tarkib, 25 nafar zaxira tarkib sportchilar yetishib chiqdi. 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida mahalla yoshlaridan 25 ming nafarga qamrab olindi. Demak, 3 bosqichda o'tkazilgan musobaqalar mahalla, shahar va viloyat musobaqalarida jami 25 ming nafarga qamrab olindi. Bugungi kunda sport maktabimizda 5 ta sport obyektlari mavjud, sharoitlar yaratilgan sportchilar uchun. Sportchilarimiz murabbiylari bilan mana O'zbekiston chempionati, Jahon, Osiyo chempionati tayyorgarlik ko'rib bormoqdalar. Avaz akaning aytishlari bo'yicha Fazliddin G'oyibnazarov ilk mashg'ulotlarni aynan mana shu majmuada qilgan ekanlar. Shu gap rostmi? Juda to'g'ri aytdingiz. Fazliddin G'oyibnazarov ham boks bilan ilk mana shu Bekobod shahrida shug'ullanib boshlagan. Ushbu sport majmualarida ham shug'ullanib, ustozlari Abror aka Tursunpo'latov va G'anijon Yusupov va boshqa ustozlar ham bo'lgan. Ularning murabbiylari haligacha mana shu yerda mashg'ulotlarni o'taydilarmi? Ularning murabbiylari bugungi kunda milliy terma jamoada va boshqa hududlarda faoliyat olib bormoqda. Bu yoqda yo'qda. Sherzodbek, bu sport maktabini mana ko'rib turibsiz. Hozir mana biz orqa tomonimizda ushbu sport maktabidan yetishib chiqqan sportchilar va yosh sportchilar xalqaro maydonlarda olgan medal, kubok va faxriy yorliqlarni hammasini shu yerga mana muzey qilib tashkil qilingan. Shu yerda hammasi kim qanday natijaga erishgan bo'lsa, sport maktabiga tortiq qilgan va shu yerga muzeyga qo'yilgan. Hamma. Yana bir narsa, ushbu sport maktabini boshqa sport maktablariga o'rnak bo'ladigan joyi bor. Sababi ushbu sport maktabi o'zlaridan kelib chiqib, shu yerdagi sportchilar, murabbiylar mahallada 7 ta sport maydonchasi qurishdi. 2 tasi sport maktabini hududida bo'lsa, 2 tasi mahallada va yana 3 tasi hozir qurilish jarayoni ketyapti. Ular o'zlarining tashabbusi bilan ushbu sport maydonchalarini qurishyapti. Keling unda birgalikda
bolajonlar bilan, sportchilar bilan yaqindan tanishamiz. Bekobod shahri bolalar va o'smirlar sport maktabida bugungi kunda 2500 nafardan ortiq o'g'il-qiz sportning turli yo'nalishlarida muntazam mashg'ulot olib bormoqda. Tasvirga olish jarayonida badiiy gimnastika bo'limiga tashrif buyurdik. Bu yerda jajji qizaloqlar gimnastikaning nozik sir asrorlarini tajribali murabbiylar qo'l ostida o'rganib, kelajak chempionlari bo'lish sari dadil odimlamoqda. O'zbek boksi xalqaro arenalarda davlatimiz bayrog'ini baland ko'targan eng muvaffaqiyatli sport yo'nalishlaridan biridir. Har bir bokschi ringga nafaqat o'z nomi, balki vatan sha'ni uchun chiqadi. Ularning g'alabasi kuch bilan emas, aql, strategiya va sabr bilan qo'lga kiritiladi. Rio va Tokio olimpiadalarida, jahon chempionatlarida o'zbekistonlik bokschilar o'z maktabining ustunligini isbotlagan. Bugun esa Bekobod shahridagi boks maktabida ham yangi chempionlar yetishib chiqmoqda. Ular qatorida olimpiya chempioni Fazliddin G'oibnazarovning yo'lini davom ettirayotgan yoshlar talaygina. So we're underway in these 64. See if he's going to get inside the long lead of his opponent. Sotomayor, so if we hear the word unanimous, anticipate the man in blue's hand being raised. It's very close indeed. I just thought Sotomayor just looked the more urgent boxer in that last round. There's nothing Cracking in right hand, beats his chest defiantly. Gary Russell Very from the much USA. so, yeah. 64 kilogram limit. You can see a good response from Gaib Nazarov, and that's exactly what worked for Gaib Nazarov in that second round. And again, he's on the front foot. And it's in a bad place, near to the eye itself, on the lid. Ten out of 10 for the Cutsman. Aytish joizki, so'nggi yillarda Bekobodda tashabbusli budjet doirasida bokschilar uchun zamonaviy barcha sharoitlarga ega yangi sport majmuasi foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda bu yerda o'z maqsadiga qat'iy intilayotgan yosh sportchilar muntazam mashg'ulot olib borishmoqda. O'z faoliyatimni 7 yildan beri davom ettirib kelmoqdaman. Shu yil 7 yil davomida ko'plab O'zbekiston chempionlari, O'zbekiston sovrindorlari, O'zbekiston chempionati sovrindorlari, xalqaro turnirlar g'olibi yetishtirib chiqarganman. Bugun mana hozir musobaqamizning yarim final janglari bo'lib o'tyapti. Musobaqamiz Bekobod shahar ochiq birinchiligi. 50 nafardan ortiq shogirdlarim bor. Ularda ham bo'lajak olimpiyskiy chempionlar yetishtirib chiqish niyatlarim bor. Boksga juda ham katta e'tibor berilyapti. Masalan, Bekobod shaharida misol qilib oladigan bo'lsak, mana shu zalimiz foydalanishga topshirildi. 2024-yil, 2025-yil mart oyida zalga ko'chib o'tib, trenirovkalar boshladik. Zallar sharoitlar zo'r. Prezidentimizga rahmat. Ushbu zalimiz tashabbusli budjet orqali amalga oshdi. Unda shu mutasaddi rahbarlari, ota-onalar, sportchilar harakat qilib, g'olib bo'lib, shu natijaga erishdik. Hozirda juda ham imkoniyatlarimiz keng, zallarimiz zo'r, issiq, sovuq, unaqa hech qanday yo'q sovuqdan hammasi zo'r, hamma inventarlarimiz bor. Bunda bemalol O'zbekiston chempionlari ko'plab, Osiyo chempionlari, jahon chempionati, olimpiadagacha chiqarsak bo'ladi bunaqa sharoitlarda. Hech qanday muammo yo'q. Chempion bo'lgan shogirdlarimiz bor. O'zbekiston chempioni Diyorbek Hamdamov, O'zbekiston chempionati sovrindori Abror Rahmonqulov, Daler Tursunboyev va boshqalar. Boks sohasida ketmoqchi bo'lganlarga, chempion bo'lmoqchi bo'lganlarga birinchi o'rinda o'zi intizom. Intizomni joyiga qo'yish kerak, vaqtida trenirovkaga kelish kerak, vaqtida dam olish kerak, vaqtida trenirovka qilib, vaqtida ovqatlanib yursa, albatta chempion bo'ladi.
trenerlarni, ustozlarni aytganini qilish kerak. Avvalo sport bilan shug'ullanish emas, yaxshi o'qish ham kerak. Bu yerda yangi zal ochilgan. Bu zalda sharoitlar juda yaxshi va bu yerda hozirda musobaqa bo'lib o'tmoqda. Bu yerda 2010, 2011, 12 va 13, 14, 15 yillarda tug'ilgan o'smirlar o'rtasida boks musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqada men ham ishtirok etmoqdaman. Xudo xohlasa, birinchi o'rinlarni olish nasib qilsin. Shu paytgacha ko'p turnirlarda yutganman va Toshkent viloyat chempioni bo'lganman. Va respublika ishtirokchisiman. Murabbiyim Bahodir aka Ahmedov. Ular meni 3 yildan beri tayyorlaydilar. Trenerim juda yaxshi ko'raman. Men bilan 3 yildan beri ishlaydilar. Boks bilan shug'ullanganda qandaydir o'zimni yaxshi his qilaman. Bu yomon kayfiyatga kelsam, yaxshi kayfiyatda ketaman. Trenirovkadan keyin ancha zo'r bo'ladi hammasi. Yaxshi bo'ladi. Kelajakdagi maqsadlar shu. Xudo xolasa birinchi O'zbekiston chempioni bo'lib, Osiyo va olimpiadalarni urish. Sharoitlar yaxshi, hammasi yaxshi. Yangi mushuklar, yangi ring, hammasi. Biz uchun chempion bo'lish uchun hamma sharoitlar bor. Men kelajakda shu Abdumalik Xallakov va Javohir Matalievga o'xshashga harakat qilaman va ulardan ham zo'r bo'lishni istayman. Bugun yurtimizda sport sohasiga berilayotgan e'tibor o'z samarasini bermoqda. Prezidentimiz rahbarligida yoshlar salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan islohotlar ayniqsa ushbu yo'nalishda aniq natijalarni ko'rsatmoqda. Buning yaqqol isboti sifatida Bekobod shahridagi Humo karate va KF sport maktabini tilga olish mumkin. Bu maskan nafaqat yoshlarning jismoniy tayyorgarligini oshiruvchi joy, balki ularning irodasi, qat'iyati va vatan bayrog'ini yuksak cho'qqilarga ko'tarish sari qo'ygan ilk qadam hamdir. Hozirgi kunda Bekobod shahrimizda karate va KF sport turi bilan 300 dan ortiq o'g'il qizlar shug'ullanib kelmoqda. Ushbu to'garakka 4 yoshdan qabul qilamiz. Aynan prezidentimizning 356-sonli qarori bilan bog'chalarda, ya'ni kids karate sport turini targ'ib qildi. Bu aynan o'sha qarorda bog'chalarda aynan kids karate, ya'ni kata yo'nalishida bog'chalarda olib borishni nazarda tutgan. Hozirgi kunda aynan shu bog'chalarda birinchi bu bog'chalarda ochdik. Sabab hozirdan o'sha bog'cha yoshidagi bolalarni karatega jalb qilib, keyinchalik O'zbekiston chempionatiga 8 yoshdan boshlansa O'zbekiston chempionatimiz. O'sha yoshgacha bola tayyor bo'ladi. Bizni zalimizda hozir 5 yoshdan qabul qilamiz zalga bolalarni. Ungacha bog'chada shogirdlarimiz, murabbiylar, yordamchi murabbiylar bor. Ular borib dars o'tyapti. Tayyor biz uchun kadr bo'ladi bu. 5 ga kirgandan keyin to'g'ri zalga olib kelinadi. Hamma narsani tushunadi bola. Bola tushungandan keyin ishlash ham oson bo'ladi. O'zingiz ko'rdingiz mana. U bolalarga birinchi kirib kelgandan keyin biz u bolaga yangilik bo'lmaydi karate. Qiynalmaymiz biz ham. O'zi ham qiynalmaydi, ota-onasi ham qiynalmaydi, keladi karate bilan shug'ullanib davom etib ketadi. Agar bog'cha yoshidan bormasdan sirasi 5 yoshdan kelsa bizga bola qiynaladi. Hozir ko'rganingizdek, aynan bog'cha yoshidagi guruhimiz bor, ularga teginilmaydi. Ya'ni moslashuv jarayoni bo'ladi bizda. Birinchi bo'lib, o'sha moslashuv jarayoni bo'lgandan keyin bola o'yin kulgu qiladi, unga hech kim teginmaydi. Faqat qiziqarli mashg'ulotlar bilan davom etamizda. Nafaqat karate bilan zeriktirib qo'yamiz bolani, har xil o'yin turlari bilan sport o'yinlari bor. Har xil turlarini olib borib bolalarni qiziqtiramiz. Bu 5 yoshda o'sha bola moslashib olgandan keyin o'zi ichida sekin saralanadi. Saralangandan keyin 6 ga kirgan bolalar bo'ladi yoki 1 yildan keyin, kimdadir 6 oydan keyin sekin boshqa guruhga olib o'tamiz. Ya'ni bitta pog'ona balanddagi guruhga olib o'tamiz. Unda keyin tushuncha boshqacha bo'ladi. Yuklamalar ham boshqacha beriladi u bolachalarga. Bu yerda tahsil olayotgan sportchilar orasida Osiyo va jahon chempionatlarida sovrinli o'rinlarni egallagan, xalqaro musobaqalarda yurtimiz bayrog'ini baland tutayotgan yoshlar bor. Bu esa yaratilgan imkoniyatlar o'z samarasini berayotganining yaqqol isbotidir. Bolalarimiz O'zbekiston chempionatida hozirgi kunda 100 dan oshiq bolamiz. Hozirgi kungacha mana 98-yilda O'zbekistonga karate kirib kelgan bo'lsa, hozirgi kungacha 100 dan oshiq bolamiz O'zbekiston chempioni
O'zbekiston Kubogi g'olibi bo'lgan va undan oshiq, ya'ni 300 dan oshig'i O'zbekiston chempionati, O'zbekiston Kubogida sovrindor bo'lgan. Bundan tashqari viloyat bosqichlarida juda ham ko'p, endi men sanolmasam kerak, sanog'i yo'q bolalar. To'g'ri adashib ham ketsam kerak. Xalqaro turnirlarda bir necha bor takrorlab o'zini, ya'ni rekord deb olsak, rekordini yangilab, takrorlab bir necha bor o'sha xalqaro turnirlarda yutgan. Misol qilib keltirsam, mana 2023-yil yoshlar o'rtasida butun jahon o'yinlari Fujayra shahrida bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra shahrida. Jahongir Javohir O'zbekiston tarixida ilk bor oltin medalni qo'lga kiritdi. Ungacha menimcha O'zbekiston o'sha jahon kubogida hatto bitta aylana, ya'ni krug deydi biz tilimizda, bitta krug o'ta olmagan. Ya'ni u o'sha bosqichda birinchi o'rinni oldi. Endi u har yili bo'ladi. 2024-yil xuddi o'sha natijani takrorlab ikkinchi marta chempion degan, ya'ni butun jahon o'yinlari g'olibi degan nomga sazovor bo'ldi. Shu bilan birgalikda O'razaliyev Samandarimiz bor. O'razaliyev Samandar, ya'ni kattalar o'rtasida U21 deydi bizda. U21 yosh, ya'ni 21 yoshgacha bo'lgan sportchilar orasida u ham O'zbekistonimizda tarixida yangilik bo'ldi, sahifa yaratdi, tarixda qoldi. Bu bola ham final bosqichiga chiqib ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Aynan mana shu Bekobod zalidan chiqqan o'sha bolalar hammasi. Buni siri birinchi o'rinda tartib, intizom. Ya'ni zalimizda bolalarda har qanday holatda ham birinchi o'rinda murabbiylar, men murabbiy, akam murabbiy, mana dadamlar murabbiy. Biz oilaviy murabbiylarimiz, sportchilarimiz. Mana yildan yilga shunday sportchilar chiqib kelishini sababi hammasi, men o'ylaymanki, qattiqqo'llik, tartib, intizomda. Ya'ni birinchi o'rinda o'sha narsa, mehnat. Shu bilan birgalikda mehnat. Agar har kim o'sha rejimga rioya qilib, tartib, intizomga rioya qilib, nima desam, bir chiziqda davom etsa, albatta o'sha kelajakda o'sha maqsadga yetisha oladi. Har qanday sportchi. Karatega 2023-yil 3-noyabrda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan karatega shunday e'tibor berildiki, O'zbekistonda karateni rivojlantirish haqida farmoni chiqdi. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda karate markazi ochildi. O'zbekiston karate VKF assotsiatsiyasida karate markaz tashkil etildi. U markazda, ya'ni har bitta viloyatda deylik, mana misol qilib aytaylik, bizdan Bekobodimizdan chiqayotgan bola shahar, viloyat, respublika bosqichida birinchi o'rin olib, respublikada ham birinchi o'rin olsa, u to'g'ridan to'g'ri o'sha markazga jalb qilinadi. O'sha markaz, hozirgi kunda markaz deb aytilsa, bu markaz degan terma jamoa, ya'ni terma jamoa a'zosi. U keyin yil 12 oy o'sha terma jamoada shug'ullanib, har qanday musobaqa, ya'ni chet eldagi musobaqa bo'ladimi, ichki musobaqa bo'ladimi, xalqaro turnir bo'ladimi, o'shanga davlat tomonidan olib boriladi. Oldinlari misol uchun karatemizga e'tibor bo'lmagan emas. Oldinlari misol uchun 500 million yiliga pul ajratilgan bo'lsa, moliyalashtirish, bu daraja hozirgi kunda 5 milliard pul ajratilyapti. Ya'ni sportchilarimizni, O'zbekiston terma jamoasi sportchilarini yotog'i, o'quv yig'im mashg'ulotidan tortib, ya'ni safar xarajatlari, ya'ni boya aytganimdek turnirlarga chiqishi har tomonlama, ya'ni kengaytirilgan tarkibda bo'lyapti. Oldinlari faqat bitta vesdan, o'sha vesda ham to'liq ves bo'lsa, misol uchun 12 ta ves bo'ladigan bo'lsa, shundan ham vazn bo'ladigan bo'lsa, o'shandan ham qisqartirib 6 tasini yoki 5 tasini yoki 7 tasiga moliyalashtirib, o'sha payt to'g'ri tushunamiz, qurbi yetgancha borilar. Hozirgi kunda nafaqat 12 ta, uni orqasiga yana zaxira sportchilar, ya'ni finalist sportchilarni ham qo'shib jo'natyapti. Nimaga? Konkurensiya bo'lsin deyapti bolalarga. Raqobat kuchli bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. Bizda ham zalimizda mana ko'rib turibsiz, misol keltiraman, 10 yoshli bola bo'lsa, bizda 10 yoshli bola bo'lsa, 25 kilo bo'lsa yoki 30 kilo bo'lsa, bizda zalimiz o'zida 20 tadan oshiq bola borda. Raqobat aynan
zalni o'zidan boshlanib kelyapti-da. Respublikada viloyatimizni karate bo'yicha viloyatimizni o'rni har qanday yosh toifasi bo'yicha, ya'ni bizda yoshlar, o'smirlar, ya'ni kattalar o'rtasida, kichik o'smirlar o'rtasida va kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionat kubogi o'tkazilib kelinadi. 2017-yildan beri birinchi, ikkinchi o'rinda kelgan biz Toshkent viloyatimiz. Yo'q, Bekobodimiz emas. Toshkent viloyatimiz. Toshkent viloyatimizdan misol keltiraman, 20 ta oltin olsa, o'shandan 15 tasini, 14 tasini aynan Bekobodlik sportchilar olib beradi. Olardi. Hozirgi kunda mana yaqinda kichik o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'ldi. Shu safar 3-o'rin bo'ldi bizda. Umumjamoa hisobida aynan Bekobodlik sportchilar, Toshkent viloyati sportchilari 7 ta oltin olgan bo'lsa, o'shandan 4 tasini Bekobodlik, ya'ni o'zimiz zaldagi bolalar olib berdi. Bugun Toshkent viloyatining har bir hududida, jumladan Bekobod shahrida ham sportga qaratilayotgan e'tibor, yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar, fidoyi murabbiylar mehnati natijasida kelajak chempionlari voyaga yetmoqda. O'zbekiston sportining har bir yutug'i mehnatsevar yoshlar, fidoyi murabbiylar va vatanga sadoqat ruhining samarasidir. Mana Sherzodbek, Bekobod shahar va Bekobod tumanlaridagi sportchilarni mana o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, chempionlarimizni. Aka, Bekobod tumani, shaharni, chempionlarini ko'rdik. Lekin Toshkent viloyatining boshqa hududlarida-chi? Toshkent viloyatining sportchilariga shubha bilan qarasangiz, viloyatdan yetishib chiqqan chempionlarga boqing. Bo'ldi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha aka. Siz bilan ko'rishamiz albatta. Chempionlarni bizning har bir viloyatda chempionlarimiz bor. Ko'rasiz.